Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bitta hozir Panjobda bitta hovlimiz chiqqan. 3,5 sotiqlik hovli. Bir boshdan hozir obzor qilib o'tamiz. Tak. Darvoza kirish qismi. Ko'rib turganlaringizdek, darvozada 4 ta 5 ta mashina spokойно parkovka qilsa bo'ladi. Вот. Ko'rib turibsizlar. Kamgina zеленый zona bor. Mana bu yerda zеленый zona. Zеленый zona bor. Zеленый zonada mana bu yerda уличный tualet. Bitta уличный tualetimiz bor. To'y maraka qilganda. Вот. Juda udobно. Bu yerda bir kladovkaga joy. U 2 etajlik qilingan, ichki qismi. 2 etajlik. Ko'rib turganlaringizdek. Ikkita oila bemalol kirsa bo'ladi. Ikkita oila. Вот. Bu yerda ikkita kuxnya, 3 ta sanuzel mavjud. Hozir bir boshdan ko'rib chiqamiz. Bu bitta kuxnya, уличный kuxnya. Mana kuxnya joyimiz tozakina, akkuratno уборка qilib qo'yilgan. Вот. И zinadan hozir tepaga chiqamiz. Zinadan chiqqanda mana zina pastini полезный площадь, bir uy jihozlarini qo'ysa bo'ladi. Maydakkina kladovka desa ham bo'ladi. Xo'sh, mana bunaqa katta прохожий bor. Ko'rib turibsizlar. Kirganda, значит, ochiladi bu yerdan. Uyning ichida kuxnya. Вот. Kuxnyada yanagi xonaga o'tsa ham bo'ladi, u yerda ham отдельный yana eshigi bor. Derazalar sifatli qo'yilgan hammasi. Xo'sh, yanagi xonamiz bu zal bo'lyapti. Zal, mehmonxona. Shunday mana mehmonxona bo'lyapti. Xo'sh. Xonalar hammasi teplый pol. Issiq qilingan. Mana bu xonaga kirganda ikkinchi sanuzilimiz. Mana bitta sanuzilmi? Вот. Ikkinchi sanuzil. Mana bu yerda yana bitta xonamiz bor. Xonalarni praktически hammasini derazalari bor. Вот. Remontiga ko'p bo'lmagan, xona o'li yaqinda освежить qilingan. Вот. Pastki qismida, значит, ikkita xonamiz bor va bitta kuxnya. И kladovka. Ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqqanda zinadan bitta детский xonamiz bor. Детский xona, derazasi bor детский xonani. Ko'rib turganlaringizdek. Chiroyli zina qilingan. Вот. Ko'rib turibsizlar, juda приятно hovlicha. Katta ham emas, kichik ham emas, kompaktni hovli. Bemalol ikkita oila kirsa bo'ladi. Tepada kirganda zinadan mana bu chap tomonimizda yana bitta kichkina детский xona bor. Agar oilada разнополый bolalar bo'lsa, qizlarga отдельно, o'g'il bolalarga отдельно xona qilib bersa bo'ladi. Xo'sh, bu yerda ham katta прохожий bor. Прохожийda chap qismida bitta xona. Yana bitta mana bu yerda xonamiz bor. Yozlar.
3 ta xona o'zi tepada sanadik. Mana bu 4-inchisi bo'lyapti. 4-inchi xona. 4-inchi xona bu. И tepada mana отдельно sanuzel bor. Pastga tushish hojati yo'q. Tepada pastda hammasi bo'lib 3 ta sanuzel bu hovlida bor. И oxirgi xonamiz. Hop. Derazasi bor. Bu yerda mebel jihozlar qo'yilgan. Shkaf turibdi, spalni. Hurmatli mijozlar, yana bir bor aytib o'tamiz. Panjob, Samarqand shahri Panjob mahallasida 3,5 sotixlik hovli, 8 ta xona, 3 ta sanuzel. Bu yo'l usti emas, sal ichkariroqda, no tinch, juda ham tinch joy. Telefonlar qoldiramiz, hurmatli mijozlar, telefon qilinglar. Hamma savollaringizga harakat qilamiz javob berishga. Hammaga tinchlik, osoyishtalik tilaymiz. Salomat bo'linglar.